أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. Yukarıda biz Kitab-ı Taharat'ni o'qildik. Kitab-ı Taharat İslamның muhim ruknlaridan bo'lgan 5 ruknning birisi bo'lgan namozga tayyorlik qilish iboratdir. Shu muhim ibodatning tayyorligidan iborat. Shu taharatni muqaddimatul vojib deb ataydi. Usul fiqhda muqaddimatul vojib. Yani shuniki tayyorlik degan tariqada. As-salatu fil lughati ad-du'a. Hamda namozningki ta'rifi. Arab tilida salat degan so'z asosan duo degandan kelgan. Uningdan boshqa bir qancha ma'nolari bor. Lekin asosan shu duodan kelgan. قال تعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Yani şu zekatını tavşirip alğan çağda, zekatını İslam hükümeti zekat xadimleri tavşirip aldı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam bölütünün reisi bulup sütüden zekatını tavşirip aldı. Tavşirip alğan çağda ve salli aleyhim. Yani Allah melanlığı bereket versin. Allah kan rızık versin, Allah kabul kılsın diyendek sözden dua. Dua mende. Şuna biz mutala okuyan çağda adetki insanlığa Allahümme salli aleyhi disi bulandı mesela. Yani daha bir bunu okuduk o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala İbni Ebi Evfa diyen. Yani dua mende. Hazır şu ayette dua mani keldi demek için. Ey udu lahum. Ularga dua kılgan degan ma'noda. Wa qala sallallohu alayhi vasallam wa sallat alaykumul malaika. Hozir hadisdan bir dalil keldi. Oyatdan bir dalil, hadisdan bir dalil. Bunun boshqa oyatlardan bormi? Hadisda wa sallat alaykumul malaika. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda anna nabiy sallallohu alayhi vasallam jaa ila Sa'd ibn Ubada faja'a bi khubzin wa zaytin fa akala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. من الدعاء قام وصلت عليكم الملائكة خريجلامو سلاجة دعاء قلده دعاء قلغاي يمان أي دعت لكم. وقال الأعشى أعشى ديان بو جاهليتك مشهور شاعران برسه اسمه ميمون بن قيس. Yani Aşa el-Kebir deb atıldı. Cahiliyette Kabe'ge kasideleri esilgan çoğun şairlarının birisi. Mesela Muallakat-ı Seba, Muallakat-ı Aşr deyimiz o. Aynı meşhur kasidelerinin ilgisi. İslamiyet kelgen çağda hayat bolsun uzun ömür körep lekin Müslüman olmay ketken. Adam cahiliyetteki şu şairinin şeridi nima keldi? Yani Arap tilida mushunda mazmunda shiltitda deyishgan. Şahide geldi. Vasalla ala denniha vertesem. Bu asli Aşa'nınki bir Yahudinin arak işlep, arakını saklap, onu asrap mısın? Buzluqan mısın da şunda bir perviş kılgan ahvalını süpetlep diyen şiirininki bir kısmı. Şunu mesela aldı da vasahba'a tafa Yahudiyyuha kıpkızıl şarap dedi. Bunun ilgisi olan Yahudi o etrafında aynı tundan yoğan tundu buldu o. Ve abrazaha ve aleyha hatmun. Peçetlengen aletten o için ağzı itilgen tun uzun müddet tutsa o şeydi o arak. Aslında peçetlengen arakını tununu açıkıp aptap kısalap havalandırıp hem da etrafından aylanıp ve qabalaha rihu fi denniha. Den diyemez şu tunu küp demiyor. İdiş ya ki küp havalandırıp bunu aptap sebep ve salla ala denniha aşu idişka aş küpke dua kıldı. Çekilip ketmegay arak buzlup kalmagay deb. Vertesem degan şuma ayında bir panalık tildi degan. Dua tilavatını okup özünün tildi dinlersin deb ketdi bu.
Yahudi bunda qildi deb shunda bir ahvolni sifatladi. Bundan ko'rsatmoqchi bo'lgan dalil mushva salla ala danniha degan. Demak, shu aroqning kupiga duo tilovat qildi. Chiqib ketmasin, aroq buzilib qolmag'ay bu deb. Ay da'a, yani duo qildi demakchi. Va fi shar'i, shariatda namoz degan bu so'zning lug'atdagi ma'nosini boshqa bir yangi ma'noga yutkigan. İslamga kelgandan keyin. Shariatda ibaratun an arkanin maxsusatin va azkarin ma'lumatin bi sharoita mahsuratin fi awqatin muqaddaratin. Shariatda namozning tarifi bu maxsus bir arkanlardan iborat. Masalan, ruku' va sujud maxsus rukunlardan iborat. Va azkarin ma'luma, ma'lum zikrlardan, duolardan iborat. Allahu akbar, sami'allohu liman hamida, assalomu alaykum va rahmatulloh masalan. Shunda. Bi sharoita mahsura, sanliq, ya cheklik shartlar bilan. Shartlarni masalan taharatlik bo'lishi, shunama qibligi yuzlanishi, avratni yo'ygan bo'lishi, bir qancha shartni sanashi mumkin. Fi awqatin muqaddara, belgilangan vaqtlarda. Masalan, farz namozlar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vaqti aniq bekitilgan farzlar edi. Bundan boshqa ba'zi masalan vojib namozlar, sunnat namozlarning shunda chashgani, Eid namozni, undan boshqa shunda tahajjud namozi kechida o'qildi. Shunama endi bekitilgan vaqtlar bor edi. Maktabda bunda ta'rifladi. Ba'zi kitoblarda maxsus bir ibodat dedi. İbadatun maxsusa, muftataha bit-takbir va muxtatama bit-taslim. Alohida bir ibodat. Alloh akbar deb quloq qiqish bilan boshlanadigan, assalomu alaykum va rahmatulloh deb oyoqlashgan bunda bir ibodat. Har xil ta'riflaydi, lekin mazmuni shu, biz biladigan shu namoz. Endi lug'at ma'nosi bilan shariat ma'nosining bog'lanishi bor. Duo, bunun bu ashunda bir ibodat. Xuddi endi shu namoz o'qigan kishi qiyomda turib qiroat qildi, ruku qildi, shunama, uniki sajdaga bordi, tashahhudda o'tadi. Shun hammasidan maqsad, ey Alloh, men sen qulluq qilma, mag'firat qil, duolarimni ijobat qil degan bir duodan iborat ekan shu. Ikkisini chechish qilinish shu. Ulamolar shu qiyomda turib o'qish, ruku, shuning hammasi asli maqsad sajda dedi. Bu nima? Xudo tantarbiyachilar bir tantarbiya qilish uchun badanni qizitadi-ku. Yugurib harakat qilib, top o'ynashilgan. Badan qizitganka rasman uni boshlaydi. Shunga o'xshash, sajdaga tayyorlikdan iborat. Asta buni tayyorlab, ruhiy kayfiyatni tayyorlab turib, uni sajdaga cho'kkan chaqda dal haqiqiy maqsad shu deb qaraydi. Va hiya faridatun muhkamatun. Namoz bu aniq, hech qanday ehtimollik yo'q. Ixtiloflashib qoldiganda bir dalilga tayanmagan aniq bir farz dedi. Yakfuru jahiduha. Buni tanıgan kishi farz emasda, men namozni to'lamayman, menga farz emas degan bo'lsa, kafir bo'lib ketadi. Va la yas'u tarkuha. Uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Tashlab qo'yishga kengchilik yo'q. Sabatat fardiyatuha bil kitabi va sunnati va ijma'ul umma. Farzligi Qur'on bilan, sunnat bilan va islom ummatining ijmo' bilan isbotlangan. Misal al-kitob Qur'oni Karim. Nima uchun? Chunki jumlangda siyaq qarasanglar al-kitob, as-sunna, al-ijmo' degan Qur'oni Karim kirmaydi. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala, Qur'on Karimdagi dalili deydi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz edi degan ma'no. Alal mu'minin degandan bu farzligi o'sha yerdan chiqdi. Endi Qur'on Karimdagi namozning farzligini bildirgan oyatlar bular emas. Sonsiz oyatlar bor. Va aqimus salata va atuz zakat. Shunama? Hafizu alas salawati was salatul wusta. Aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl masalan. Fasubhanallahi hina tumsuna va hina tusbihun. Asham mesela namaz. Bunun başqa oyatlar yo'q.
Yani mesela kul li'ibadiyellezine amenu yuqimussalah. Ve amma sünne, endi hadisning dalili, hadisning dalili nurg'un. Sana tüketkil olmaydı. Çünkü bir misal alsak, فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Mesela 5 asas üstüge kurulgan İslam dedi. Ama birisi ve ikamus salah. Bunun başka mesela İsra Mi'raj kechasida Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga namoz farz qilingan chaqda Alloh taolaning indida hiya khamsun ve hiya khamsun. 5 vaqt namoz dikash 50 ga hisob dedi. 50 vaqtdan 5 vaqtga tushdi bu. Musa alayhisalomning tashqi berib, qaytib berib qilgan. Yana bir Arabiy kelib Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan so'rgan chaqda bir so'z kishiman qanchalik namoz farz qilindi desa, 5 salavatin fil yawmi wal layla illa an tatawwa. Nafl o'qisang ba, bundan boshqa. Bo'lmasa shu 5 vaqt namoz farz deganki la azidu ala hada. Nima? Uni ortiq o'qimayman. Aflahan sadaq. Bu 5 vaqt namozning farzligini ko'rsatdi. Va alayha ijma'ul umma. Butun islom ummati bunga birda ittifoq. Namoz degan farz bor islomda. Namaz muhim İslam'ın türkü bo'lgandan keyin as-salatu imaduddin. Men aqamaha faqad aqamaddin ve men hadamaha faqad hadamaddin. Namozni tashlaganlarni, namoz o'qimaganlarni kufrga qadar sifatlaydigan hadislar bor. Yani qattiq ig'ir buning bo'lsa. Shuni tashlashga bo'lmaydi dedi-ku. Shu hadisda al-ahdullazi baynana va baynahum as-salah. Men tarakaha faqad kafar. Shunday hadisda kelgan. Ya şu tanrılarını kafir deymiz dedi maktab şuna ama lekin o'qimaganlarni desa tashlashga bo'lmaydi deb qo'ydi. Ko'pchilik olimlarning nazarida tanmagan holatda sal qarab o'rinliq qilgan lekin shahodat etgan odam bo'lsa kafir demaydi. Ba'zi olimlar kafir deydi. Va sababu wujubiha al-vaqt. Vojib bo'lishining sababi dedi. Bu iborani har xil tushunish mumkin. Nima uchun vojib bo'libdi desa, Alloh taolo bandalarni o'ziga shunda ibodat qildirish uchun vojib qilgan. Vojib bo'lishining sababi shu deyishimiz mumkin. Tushunami? Niyat demak yo'g'ini bandaning gadin farz bo'lgan chaq demakchi. Masalan, peshimni o'qish qachon farz bo'ldi? Peshimni vaqti kirgan chaqda. Lekin ashuna boshqa ifodaldi. Biz ashunda tushunsak bo'ldi. Bidalil idafatiha ilay degan al-vaqt. Shu vaqtga idofat qilinganligi shu dalil bo'la oladi. Shu vaqtning sababul vujub ekanligiga deydi. Qanda idofat qilindi desa, masalan salatul asr dedi, salatul zuhr dedi. Salat hozir asrga shu vaqtga al-asr va zuhrga idofat qilindi. Va hiya dalalatu sababiyya. Demak, shu vaqt shunda kirgandikilar vojib bo'ldi degan dalolat qilgan bir ish deydi. Masalan, haddizina, hadd degan belgilangan ig'ir jazo. Aniq belgilangan. Qo'lni kesish, shamni kesat qilish, yuzdan urish deganda yo kallasini ilish masalan. Bular hadd. Atashfa fi haddin min hududillah. Alloh taolo belgilayotgan. Belgilanmagan jazolar bor. Buni ta'zir deymiz. Qozoqni bunda qarab, mana 10 darra takkizib qo'ylar. Ma'nda mashhur jarimani ollar deydigan bu mashhur so'rab qo'ylar degani bu ta'zir deymiz. Lekin had degan belgilangan jazo. Zinoninki belgilangan jazosi deydi. Demak bu hozir nima deb iborat? Zina sababidan belgilangan jazo demakchi deydi. Shu sababni ko'rsatdi. Va kaffaratul yamin. Qasamning kaffarati qasamni buzganlik sababidan to'laydigan kaffarat. Va tajibu fi juz'in min al-vaqt mutlaqan. Bu namoz bandaning gardiniga qachon vojib bo'ldi? Mutlaq bir vaqtda. Lekin bu namozning dastlabki vaqtimi yo keyingiroq vaqtimi? Masalan, peshinga soat 1 da azon chiqdi desak, asrga soat 3 da desak, 2 soat vaqt bormi? Bu 2 soatning ichida qaysi vaqtda vojib bo'ldi? Masalan, ba'zi odamlar avval vaqtda vojib bo'ldi. Allohu akbar deb shunda azon chiqdimi? Yoki sayla o'lsak namozning vaqti kirdimi? Kirgan shu chaqda bu odamning gardiniga vojib bo'lib ketdi deydi.
Ba'zilar en ahir çağda vacip oldu. Bunun farkı var. Yani bu tecrübe avval vakti ve ahir vakti degandek usul fıkıhga münasebetlik azırak. Fıkhi meselemi deyishki bo'ladi. Bunun farkı mesela bir ayol peşimge azan çıkkandan keyin 1 saat o'tgandan keyin hayz ko'ydi. Ha? Kim 1 saatni hayzda holat o'tkazdi? Namoz o'qimaydimi? Destek 1 saat peşimge o'qimabdi keyin o'qiyaman da. So'ngan kasal bo'lgandan keyin namoz o'qimadi, 3-4 kun hayz ko'ydimi? Keyin farklangan chaqda agar tejib avval vaqt qilsak, destek 1 saatda uni gardini vojib bo'lib ketgan, o'qimadi namozni. Qazarsın qildi denga. Ahir vaqt desak, yo'q o desek 1 saatda vojib bo'lmagan. Keyingi soatdan vojib bo'lay deyishiga ajrab qoldi. Gardini vojib bo'lib uni qazo qilmaydi dedi. Yani bu tejib avval vaqt va ahir vaqt degan gapning shunday ishlarga munosabat. Balog'atga yetish masalasi va kaza shuni chetish tarafi bor. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Mutlaq shu bir vaqtda vojib bo'ladi dedi. Lekin Hanefi mazhabda ahir vaqti deyish mumkin. Shafiy mazhabda avval vaqti deydi. Nega unda buni to'g'rilab to'xtalmabdi? Gardinga atib ketgan vaqti. Uning qadar atilmaydi. Esa baytning ezning misolini berdi-ku. Oxirgi 1 soatda ez ko'rgan bo'lsa, uning qadar o'qimagan bo'lsa, gardinga atilmadi. Atildigan chaqajon en ahirda ada qilmasa, unda atildi. 1 saat vaqt o'tib o'lib qolibdi odam, ya'ni 1 saat. Xuddi namoz vaqti chiqib bo'lsa, unda o'qiyamadi. Endi o'qiyaman deb o'ylab qoldi. Gardinda namoz yo'q deyishim. Ahir vaqt deganlar. Avval vaqt deganda, mana gardin namoz farz bo'lgan, Alloh akbar deyishlar. Bu 1 saat yashida, namoz o'qimadi, gardin namoz qilib o'lib ketdi deyishim. Yana ibodatlar avzida o avval vaqtda o'qilgan namozlar bilan nisbatan hozir afzallikda emas. Shu vojib bo'lib ketgan vaqt. Bu afzallik vojibga nima emas, zid kelmaydi. Lil mukallafi ta'inuhu bil ada. Bir vaqtda vojib bo'ladi bu, lekin buni mukallaf o'zi bekitadi. Shu Alloh akbar o'qigan chaqda, shu chaqda mushad vojib bo'lgan. Mana bunda desak bo'ldi. Bu vojib muvassa. Usul fiqh vojib muvassa deymiz. Vojib muvassa degan qilishga kengri vaqt bergan. 2 soat bordi-ku. Biz namozni 5 minut o'qib qo'yishimiz mumkin. Shu 2 soatning qaysi bir parchasida o'qsak bo'ldi. Endi vojib mudayyaq degan vaqt ashunga dal kelgan. Uni ortiq ham emas. Masalan, Ramazon, roza. Ramazon iyi desak bo'ldi yoki kunduzda ro'zg'o chaq. Tang'ib tatib kun paytida shu orliq. Shu orliq to'g'risida ortiq kam ya sal surib qilay. Yerim kichilan kunduzdan yerim unda qilaydi bo'lmaydi. Uningda ixtiyorlik yo'q. İlla annahu idza lam yusalli hatta daqa al-vaqtu ta'ayyana dalik mana. Namoz o'qimay en ahirda namoz vaqti ketdi 10 minut qolibdimi? Shu chaqda o'qimasa bo'ldi, gardinga hozir 10 minut ichida o'qish lozim. Shu 10 minut ichida o'qimasa gunohkor bo'ldi. Ammo burunqa 10 minutlarda o'qimasa gunohkor bo'lmaydi. Mana 10 minut o'qimaydi, keyingi 10 minut kechikdi, gunohkor bo'ldi. Masalan biz hozir namozni ba'zi namozda 10 minut, 15 minut, 20 minut o'tkazib o'qimizga masjidlarda. Azan o'qdan tabiiy tushmaydi. Vaqt o'tkazdi. Uni bilan gunohkor bo'lmaymiz. Lekin eng oxirgi 5 minut qolgancha shu chal o'qimasak, uni gunohkor bo'ladi. Shunda farq bor. Hatta law akharaha anhu athima. Uningdan kechiktirib qolsa gunohkor bo'lib ketdi. لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. Çünkü Allah Teala müşarlıkta okunlar dedi. Tamam. Ulan ki yak zadı destekli 10 minut okusun lazım. Onu keşiktirsen günahkar olsa ya oturup 10 minut okusun lazım. Keşiktirsen günahkar olsa demeyimiz de. Lekin kechiktirib ani vaqtning namaz o'quvag'ichilik vaqt qolgan chaqda shu chaqda o'qimasa uni gunohkor bo'ldi. Shu chaqda o'qimasa namoz vaqti chiqdi. So'ng shu chaqda gunohkor bo'ldi dedi. Namozda har doim kechiktirib o'qisa
Günahkar olmaydı. Evzellikten mahrum kalın buldu. Peki kestirip okuyamam da. Mesela hele okuyamam dedi. Hele okuyamam da okuy degan çağ bir ciddiychilik olab ya bir ish olab o çağda okuyamay qilish ehtimoli bor. Nahotki boshqa o'qilish lazım. Yani evzel deyli shu puxtaroq ish. Cemaatda o'qish uchun kechiktirib o'qish lozim. Masalan, masjidda hozir namoz o'qilsa kechiktirmasak, yani 10 minut 15 minut kechiktirmasak, ya shuni kechiktiramiz endi. Dastlabki vaqt degan Allohu akbar deb shu o'qigan chaqda o'qish. Ama onu 10 minut kechiktirib nima uchun? Jamoatlar o'qiylar. Jiqraq jamoat to'plansin, tartib ulgusin boshqaladi. Undan boshqa bir sabab bo'lsa, kechiktiramiz. Bo'lmasa, mesela qattiq issiqlik kechiktiramiz, peshinma. Tamam? Şu şiddetle var Resulullah abridu bil-zuhr fa inna şiddetel harri min fayhi cehennem. Aynı bir sebep olsa kechiktiramiz. Lekin sebep bo'lmasa, dastlabki vaqtlarda o'qish. Masalan, biz hozir jamoat, tushunami? Allohu akbar deb azon to'ldiqmi? Boshqa chirdigan jamoat yo'q yoki yig'ildigan odam yo'q, biz hammadan taq, tushunami? Gachida o'qisak shu afzal, dastlabki vaqtida. Namazdan vaqtidan burun to'ldirishi bo'lmaydi. Masalan, bomdatda, Ramazonda bomdatga bunda burun to'ldirish va ya'ni kechilik tahajjud o'qiydiganlar o'qisin deb bunda bir belgemdi. Lekin odatga boshqa namozda namoz vaqti kirgandan keyin namoz vaqti kirdi, qo'ying deb uqtirishdan iborat bu. Ya shu bomdatda ishki to'lash va baş namazda ishki to'lmaydi. Jumalda ishki to'laydigan qildi. قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. Yani bomdatning vaqti kelayli. Bomdatning vaqti ikkinchi tong etilgan chaqda bo'ladi dedi. Al-fajr al-thani al-mu'tarid. İkinci tong atgan chaqda tong qada yuriydi, bunda to'g'risi aql qildi. Biz kechida qap qaramiz ama yani kechida shunda tong atish yaqinlashgan chaqda bunda uzunisi bir aql qildi. Ufqqa qarasanglar, kun chiqish qarasanglar, uzunisi aql qildi. 15-20 minut o'tgandan keyin to'g'risi aql paydo bo'ldi. Al-fajr al-thani. Rasmiy tong atgan vaqt. Shu chaqdan boshlab ila tulu shams kun chiqqan qadar bomdatning vaqti. Al-fajr fajran, endi al-fajr thani dedigo o'zining shu degan so'zini izohladi. Fajr ikki bo'ldi. Birinchisi saxta fajr. Edengullaydigan, unda tong atganda ko'ndigan, mana tong atmoqlar, kechigi tava bu. Va huvallazi yabdu tulan, bu uzunisi ko'rindi shunda. Summa ta'qubuhu zulmatun. Aqillam yani qop-qorong bo'lib ketdi. Uzunisi bir aqs ko'rinib, yani qorong'ulik bosib ketdi. Fala yakhruju bihi vaqtul asha. Demak, ash uzunisi bo'lgan aqliq, yoki saxta fajr bo'lgan chaqda tong vaqtda chiqib ketmagan bo'ldi. Yani tong atdi demaymiz uni. Hisob emas. Wala yahrumul aklu alas-saim. Ro'zdag'imi to'g'riliq yeyish cheklanmaydi. Shu joyda so'rliq yavas bo'ldi. Ikkinchi fajr sodiq. Wa huwa al-bayadul mu'tarid fil ufuq. Ufuqda to'g'risqa suzilgan aqlaq. Mushanda haqiqiy shu tong atdi degan geysa. Fa yahrumu bihi as-suhur. Mushu bilan suhurliq yeyishmi harom bo'lib ketdi. Yani ro'zni boshlash lozim shunga. Wa yadkhulu bihi vaqtul fajr. Bomdarning vaqtimi kirdi. Qala sallallohu alayhi vasallam la yaghurrannakum adhanu bilalin wala al-fajr al-mustatil. Bilalning aziniga gululab ketmanglar. Uzuni kelgan tong'imi gulunmanglar. Yani uning oldidan ketmanglar degandek, ha? Walakin al-fajr al-mustatir. Lekin siz hisob qildinglar, shu to'g'risqa so'zilgan tong deydi. To'g'risqa ko'ringan axloq shu hisob deydi. Ikkisi oraliqida 12 minut 15 minut oraliqda. Birinchi uzun usti yurish bilan ikkinchi to'g'risqa yurishning oraliqida 12 minut 15 minut vaqt bor.
Kelmeyen buldu. Keçigi tava. Ha, ikinci to'g'ri so'ragan chaqda bundan vaqt kirdi. Ketdanda deymiz. Ajaytida. Ashu Ibn Maktum ajna to'g'risqa aq ko'ringan chaqda Ibn Maktum ama kishi tugo. Ha. Bilal radhiyallohu anhu bu tahajjud o'qiydiganligi qilib o'qivason. Sulusul laylil akhir oldu. Allah Taala tushib, duo qilganlarmi, istig'for aytganlarmi, mag'firat qilay degan chaq bo'lgan ekan, kishilarni shu tahajjudga qilib zo'rliq qilganlar, zo'rliq qilvason, zo'rliq qilganlar darhol hamda tayyorlik qilsin deyish uchun burraq aytdi. Ibn Maktum amak shu o'g'achqa bu o'zgarmagan ekan tang'atqinni. Boshqalar tang etib ketdi, endi azon to'la degan chaqda andin aytdi. Undan keyin siz shu Ibn Maktumning nimasini hisob qilinglar degan Rasululloh. Shu Bilal hamda uningdan ilgari o'qitdi. Ya'ni u uzunusqa aqs ko'ranganlar emas, uningdan bakrak burun. Masalan, 5-20 o'tgan chaqda tang atudi desak hozir, masalan, bu 5dan 5 o'tgan chaqda uzunusqa aqib bo'lishi mumkin. Lekin Bilal 2.5 azon bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zida ikkisining o'ttirda mancha vaqt vaqtda deb bag'o, mancha oyat o'qiganchilik vaqt vaqti degandek mo'ljallangan bor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا نمازنا دستك وقت ولده آخر وقت ولده وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر بمدتنا دستك وقت تن أتقن شاغ الفجر الصادق دماغ إنشاء وآخر وقتها حين تطلع الشمس آخر وقت كن شقن شاغ yana oxirgi vaqtini ko'rsatgan boshqa islam bor. Men adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adrakaha degandek. Lekin bu hozir mushadis bamdaqning dastlabki vaqti bilan oxirgi vaqtini bayon qilyapti. Kunchiqa vaqti deganda shu vaqti do'stlar. Kunchiqa vaqti oxiri bo'ldi. Ketdi. Kunchiqa vaqti Kunchiqatgan chaqda namoz o'qishga bo'lmaydi, cheklangan. Kunchiqa vaqti hatto tatloshing chiqqanga qadar, chiqishga boshlagan qadar. Shunda boshlagandan keyin ham ketdi. Hozir kunchiqa vaqtdan arab bo'lsa bo'lmaydi. Ko'tarilayotgan chaq desak, nezbu ko'tarilganga qadar. Bu namoz o'qigan chaqlar cheklanganida chiqishi mumkin. 3 vaqt yoki 5 vaqt cheklangandir. Yani vaqtlarga chiqma bandlikka nima qilyaplar vaqtin vaqtida ash vaqtdan ham shart ash vaqtning ichida bir yerda o'qish farz. Hammani bandat o'qib o'tkazib bo'lmaydi. Nima? Dastlabda o'qimagan chaqda edi, keyingi 10 minutda o'qiydi desa, gunohkor deb bo'lmaydi. Shuning ichida masalan yarim soat desak, yarim soatning ichida qaysi vaqtda o'qisang bo'ldi. Qala va vaqtu az-zuhri min zawal ash-shams إلى أن يصير الظل مثليه سوى فيء الزوال. عند فيشن من وقته. فيشن من وقته من زوال الشمس. كنت تكلاشكن شغدا. كنت تكلاشكن وقتنا قام قائم الظهيرة. كنت تكلاشكن وقت. تكلاشكن كم؟ شندا قارلشكن başlasa, pislişkن başlasa زوال oldu. زوال diyem şu. Mail oldu diyem. Zala an kabidis sema. Aslında o'ttirdin onda qayrildi degan. Demak, zavol shams degan quyosh tiklashib, unda bir tarafga qayrilgan chaqdan tortib, boshlanib, peshinning vaqti qachongacha davomlashadi? Har qanday bir narsaning soyasi 2 hassa so'zilgan qadar, 2 hassa tushganga qadar siva fay'iz zavol. Fay'iz zavoldan boshqa 2 hassa. Fay'iz zavol degan nima? Fay degan bu qaysini ko'rsatadi. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Yani rajau degan. Shuni al-fay deymiz. Mushriklardan, mujohidlarning, musulmonlarning qo'lga qaytib kelgan mol-mulkni urushsiz kelsa fay deymiz. Uni qaytib kelgan pulim. Fay'iz zawal. Fay'iz zawal Hanfi mazhabida masalan Shafiy mazhabida babu.
Bana manda tushundirmadim. Masalan, ziminga bir xadi tikildik. Tamam? Dasga qaraman. Zimin xadi tikildik. Hani kun mashriqdan da chiqmagan keldi-ku, da keldi. O'sha niyay say tushdi-mi? Mag'rib tarafga. Xadining kun tetish tarafiga say tushdi-mi? Tamam? Mishaga xadining dan ustiga kelgan chaqda ekvator siziqidagi do'lab qolsa say faqat tushmaydi. Hamda tursanglar ya o'ngga so'lga say tushmaydi. Bunda qarasanglar say yo'q. O'sha çok sıkılan kıldı insan. Buna kelgandan ekvator siziqida kelmadi. Ammo sal janub ya shimol tarafida cho'q. Bunda say tushdi. Mesela bu şu tayaqninki bu xadini tikildik-ku. 1 metrlik xada desek, bunu tikilsek, bu etrafiga 2 santa, 1 santa deydi azal. 1 santa say tushdi. Ana bu say mesela kuntash tarafida 1 santa say tushdi deymiz. Çünkü kun shunda qayrılsa ya kelsa zali shams deymiz. Kun qiysaydi. Bu yerda sayısal ağış başlayış. Naman? Miya kelsa birinchisi miya keldi. Naman? Miya kelib qolsa kelsa olib 2 metr. Demak, bu xatni 1 metr desak, 1 metr o'tgandan keyin 1 metr. 1 metr o'tgandan keyin 2 metr say tushdi. Endi 2 metr 1 metrni hisoblashda biz ma tiklashgan chog'da tushgan sayni qetib hisoblandik, qatma hisoblandik. Mesela ma 1 santa desek 101 santa olgan chog'da misli bo'ldi deymiz. 1 santni chiqarib. 2 metr 1 santa olgan chog'da 1 santni chiqarib misli bo'ldi deymiz. Tushundingmi? Siva fayza degan 1 santni hisoblamay, tiklashgan chog'da asl basayni hisoblamay, uningdan boshqasini hisoblaysiz. Xadining aktyuristiki basayni hisoblamaysiz. Yani bu işkili qarashga asosan, ish qarashning birisini bayon qildi hozir. Mislaydi. Bu da misl deb chiqdi. İşkili qarashni qilsak, shu faiz zavolni hisoblamaymiz. Misli, ya mislayn degan ishkilisini hisoblashdan, 1 santdan ortiq bir hassa ya 2 hassa deb ondan hisoblaymiz. Bu odamda mislayhi degan mush qarash, bayon qilingan qarash, Hanifi mazhabida hisoblab qaragan qarash shu. İmam Ebu Hanife'nin karışı. Anva şerhi karşısınlar ve la hilafe fi evvel vakt. Zeval-i şemsinin tartı başında da bunun başının talış tartışı yok. Yani bir mezhepte olsun, başkılda olsun. Gün kıysayganının tartılan peşine vakt kirdi. Çünkü hadiste inik diretken bu var. Vaktalafu fi ahiri. Ahirki vakti kaçan, peşine vakt kaçan çıktı da degende ihtilaflaştı. Vaktalafu yani dışarıda hazır. İmam Ebu Hanife ve onun şagirdleri ihtilaflaştı. فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. Şu kitapta bayan kılgın misleyn diyen yukarı bayan Ebu Hanife'nin sözü, karışı. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدْ اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ. Sayısı bir hessi olsa, feyizde oldum başka, peşimden vakti şu çağda çıktı doğru. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة مش قرشنا حسن بن زياد مو أبو حنيفة رواية بكين لكن عندنا peşimden vakti kaçan çıktı da kaçan tügeydi diyen meselede zahir rivayede çıkanlar mükemmel. İmam Muhammed'in asıl diyen kitabında kâgini esrinin vakti adamın sayısı işkesi boğan çağda esrinin vakti kirdi diyen bayan var. Lekin peşinin vakti onda çağda çıktı diyen gep yok. Şunundan hem de şu say işkesi boğan çağda peşinin vakti çıktı diyen dep manda tushunish mumkin. Lekin unda aniq unda bayon qilmagan. Vaqt bor, ba'zi. Ba ulamalar bor debdi. Hozir chiqdi. İşkesi boğan çağda asrning vaqti kirdi degandan keyin shu chaqda peşinin vaqti chiqdi demakchi o'xshaydi deb Abu Hanife'ning qarashi shunda keldi. Yani zahiri rivayet aniq kelmadi, lekin shunda oldu. Sahibenin qarashini İmam Tahaviy tanlagan. Yani üçüncü bir qarash var. El-Mualla Ebu Yusuf'tan rivayet kıldı, Ebu Hanife'de rivayet kıldı. Bu üçüncü qarashni İmam Karhi tanlagan. Bu qarash shundaydi.
ikki asrdan azroq bo'lgan chog'da peshinning vaqti chiqdi, asrning vaqti kirmaydi. Asrning vaqti ikki asr bo'lgan chog'da kirdi. Masalan 1 metrlik xodining sadece 1 metr 80 bo'lgan chog'da peshinning vaqti ketdi. 2 metr bo'lgan chog'da asrdan kirdi. 1 metr 80 bilan 2 metr araligi 20 santim. Shu aralıqda undan hech qaysi namozga tava emas bir beka vaqt bor edi. Va zakara fil muntaqa degan kitobda biz Hakim ash-Shahidning kutubi g'ayri zohir rivoyatni to'plagan, shuni tanlab yoki ixtisor qilgan kitobi dedik. Lekin zohir rivoyatni ixtisor qilgani al-Kafi. Mush kitobda rivoyat Asad an Abi Hanifa. Demak, rivoyat Asad an Abi Hanifa hozir nima? Rivoya an-Nawadir yoki g'ayri zohir rivoyat. Asad ibn Amr al-Bajali va Imom Abu Hanifaning shogirdi Bag'dodga qozi bo'lgan. Bu shogirdi Abu Hanifadan bunday rivoyat qildi. Annahu idza sara dhillu mithlahu kharaja vaqtu dhuhr. Birasi bo'lgan chaqda peshin vaqti ketdi, va la yadkhulu vaqtul asr hatta yasira mithlahi. Ikkisi bo'lgan qadar asrning vaqti kirmaydi, fayakunu baynahuma vaqtun muhmal. O'tirib tashlim qolgan say birasi 3 kishilik bir vaqt bor demak. Endi hozir dalillar yetkazaydi. Ish qarash bor. Abu Hanifaning peshinning oxirgi vaqti say ikkisi tushganga qadar bo'ldi. Ikkisi shunda tushganliklarini nima chiqardi dedi. Shunami? Sohiban birisi say tushgancha peshin vaqti chiqardi. Sohibanning qarashini Shafiy tutgan. Yani İmam Shafiy, İmam Muhammadning shogirdiga ustozining qarashini tutgan. Ustoz deyiladi. Mush qarashni Imom Shafiy tutgan. Endi dalillar kelaylar. Bu hozir Hanafi mazhabining sizlar ixtilof emas. Hanafi mazhabining sizga ixtilof va boshqa ulamolarmi sahobaning qarashini tutgan ekan ikki taraf bo'ldi. Lahuma lis-sahibayn bunun bilan billa shu Imom Shafiy boshqalar bor. إمامة جبريل عليه السلام وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت جبريل ما كابنن قشر إشكتم إمام بوغان إشككنده أش إسراء معراج بوغان كيسن آتسي deydi 5 vaqt namoz farz qilindi undan ilgari 2 vaqt namoz o'qiydi 5 vaqt namoz farz qilingandan keyin Jibril alayhisalom tushib Rasulullah imom bo'lib Ka'baning oldida imom bo'lib buguni 5 vaqt namozni bir o'qib berib, ertasi 5 vaqt namozni bir o'qib berib, namozdan vaqtdan nimishaycha deb ko'rsatib qo'ygan. Shu hadisni demakchi. Ka'baning oldida mana 2 qatim Jibril imom bo'lgan. Fasalla bi'az-zuhra fil yawm al-awwal. Imom bo'lib, birinchi kuni peshinni hina zalat shams. Kun qayrilgan chog'da o'qidi. Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Asrni sayisi birasi bo'lgan chog'da o'qidi. Wa salla biya fil yawm ath-thani adh-dhuhra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Ikkinchi kunda peshinni her narsaning sayisi birasi bo'lgan chog'da o'qidi. Ya'ni bu hozir birasi bo'lgan chog'da o'qidi degan gap tunigan asr o'qigan chog'da o'qidi. Diqqat qilsang. O'xshashim, ha? Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlihi. Asrni say ikkisi bo'lgan chog'da o'qidi. Wa qala ma bayna hadayn al-waqtayn waqtun laka wa li ummatik. Mush ikki vaqt ikkisi o'xshash bir vaqt bo'lgan bo'lsa, masalan, peshinni kun qilsaganda o'xshashim. Boshlanish o'xshash. Tugash vaqti ikkinchi kunda o'qigan, suzabroq kechiktirib o'qigan vaqti mush ikki arliq namozning vaqtimiz. Peshinning arliq, asrning arliq deb belgilab berdi. Bu sahibanning yoki jumhurning qarishining dalili. Yani bu qanday dalil bo'ldi jumhurga? Birinchi kuni asrni say birasi bo'lgancha o'qishnama. Bu boshlanishi asrning vaqtining boshlanishi ekan. Ikkinchi kuni ikkisi bo'lgancha o'qima. Birasi bilan ikkisi bo'lash arliqa ham shu asrning vaqti ekan deb tushundim. Bunda olgan ekan, ay birasi bo'lgancha peshinning oxirgi vaqti bo'lishi kerak. Oxirgi vaqt bo'lishi kerak deb. Hozir bunning dalil qilish usuli shu. Bu birinchisi. Ikkinchisi
ikkinchi kunda vaqtning oxir chekini ko'rsatib qo'yish uchun o'qigan edi. Shunda turug'liq peshimni mislanga kechikdimida. Abu Hanifa mislanga qadar dedi-ku. Birinchi kuni dastlabki vaqtini, ikkinchi kuni oxirgi vaqtini bekitgan. Ikkinchi kuni oxirgi vaqtida peshimni kechsa, soat 3 ga qadar kechikdimi? Yo'q. Undan keyin peshimning oxirgi vaqti soat 1 bo'lgan qadar ekan deymiz. İki tarafdan dalil keltirdi muhaddis. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu dalili tabi jalliq qilamiz. Gerçi yalnız qolgan bo'lsa-mu, shogirdlarim tashlab etdi. Yalnız qoldi. Lekin ba'zi yalnız qolgan chaqda Abu Hanifaning dalili kuchli bo'ldi. Chunki dalil kuchli bo'lgandan keyin yalnız qolsa-mu sabab bilan turgan. Muhaddislar Hilkatın kişinin şu hemen sayısı biraz doğanda okunduğundan adam kimse esirme okuyan o vakit şu vakit. Değil şu vakit. Hazır şu. Bu Hanife'mde ustazı delmişe esildi. Bir vakit ki namazı tam da vakit bulmaydı. Hadi to'xtama. Bu Hanife'nin deliliga qarab qo'yaylik. Vali Abi Hanifa rahimahullah qawluhu sallallohu alayhi vasallam abridu biz-zuhri فإن شدة الحر من فيح جهنم. Abu Hanifa'nın birinci delili. Bu sayedis peşimne hava salqındığanda okunlar. Bu yaz vaxtida, kış vaxtida emas. Yaz vaxtida tazı ısıq bolgan çağılda peşimne tazı ısıqda aptatdı mınıp kelip bolgan çağı emas. Sal hava salqındığanda, saat 3 vaxtı tamның qaşında saydan keldigan hava sal söylendiğen çağda okunlar. Çünkü ısıqның qattiq bo'lishi jahannamning tartidan lap qilib turgan shu ısıqni deymiz-ku. Wala ibrada qabla an yasira dhillu mithlihi. Soya ikkisi bo'lgan qadar saqilsaq andin deydi ibrad havo salqindash degan gap vujud chiqadi. Bo'lmasa havo salqindamaydi deydi. Lianna shiddatul harri qablahu. Çünkü 2 saat 3'ten burun qattiq ısıq bo'lgan chaq shu. Xususan fil Hijaz va şu Saudiya Arabistonda Hijaz, Makka, Madina shu joylarda shunda qattiq bo'ldi. Bu birinchi dalil. Va kada oxir hadis al-imama hujjatun lahu. Endi sil dalil qilgan hadisni ma'qul. Ashuni bir qaraylar qana. Bizga dalil bor shundimi? Ashadisni, sahih, tamam. Sahihlikda ma'qul keldi. Endi bizga dalil debdi sahiban Abu Hanifa yo'q. Mana dalil var bununda. Buni tarjima dedi. Lianna imamatahu az-zuhra hina sara dhillu mithlahu. Mana peshimni bir hassa saat tushgan chog'da imom bo'lib o'qib berishi nimaning dalili? Dalil ala annahu vaqtu az-zuhri. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Nima? La vaqtul asr. Bu asrning vaqti emas ekan. Peshim o'qsaq bo'ldi ekan shu chog'da. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Birinchi kunda shu chog'da asr o'qigan. Bu odamda birinchi kunda, ikkinchi kunning bir o'zi zikab qoldim. Va huwa mahallul xilaf degan mishada misl bo'lgan chog'da biz hozir ixtilof qilib qoldik-ku. Bu hozir peshining oxirgi vaqtimi emasmi degan ixtilof qoldi. Va idza waqa ta'arud, unda ta'arud kelib qolgan ekan, peshining vaqtimi bu misl bo'lgan chog' asrning vaqtimi deb ta'arud kelib qolgan ekan, fi xurujihi la yaqul bishak. Asla yaqinan, masalan peshin bo'lgan chog'da peshin vaqti yaqinan kirdi-ku, biz bildik. Bil ittifoqim peshin vaqtimi shu. Shunda soya olib o'qib turibdi. Bu qachon chiqdimi shu yaqin vaqt qachon chiqdi? Yaqin bir isbotlan chiqdi. Shakllanib ketma. Lekin hozir biz chiqatdi deb shuni qilib qoldik. Nima ekan? Yaqin isbotlangan narsa shakllanib ketma. Xuddi biz tartag'i odam keskin tart oldi-ku. Yel chiqdi, unda deb shakllanib qolsa tarsinmaydi. Shunga o'xshash dedi. Endi Abu Hanifaning birinchisi abridu biz-zuhr degan hadis nima? Ikkinchi hadis ash imomati Jibril. Ashuni dalil keltirdi. Yana Imom Abu Hanifa Sahih Buxoriyga bir hadisni dalil keltirgan. Bu hadis ijaraga munosabat bo'lsin, adam yollab ishlatishga munosabat bo'lsa-mu, shundan vaqtning miqdorini chiqargan Abu Hanifa.
sizlar bilan ilgirki kitap berilgan Yahud Nasaralarning vaqtining misoli bir yollanib ishlagan kishiga o'xshaydi. Atiyani kechgacha qasinglar bir qirat ishlab bersizlar desa, Yahudiylar ma ishlaydi deb boshlashdi, tamam. Atiyandan peshingacha ishlab ular tushgacha. Bularni o'sha to'xtab qolay, ma ishlaganlar qilasizlar. Bir qirat berildi. Ondan xristianlik keldi. Kunning qapqog'isini qasinglar ishlab, mana shuni ishlaysizlar, biz ishlaylik dedi. Shundan peshindan asrga ishlab bo'lmay bo'ldi, men o'sha to'xtab qo'yam, ishlaganimga pulasizlar. Unga bir qirat berildimi? Undan keyin islom ummati keldi. Undan keyin kechgacha qasinglar ishlaydi deb, ishildi. Bizga ikki qirat berildi. Ikkisidan o'zi bo'lishi mumkin. Ikki qirat berilgan ekan, Yahud Nasara o'qti qopdan. Bu bizdan oz ishlab, bizdan jiq shaq qoldi bular. Nima bo'lganda jiq shaq qildilar deb o'qti qopgan ekan. Zalika fadli utiman nasha. Buni fazlan hali olganda bir o'taman. Sen e'tiroz qilish haqqing yo'q dedi. Yani mishadiki hadis Abu Hanifa'nın qarshi qaysi tarafdan dalil bo'ldi? Yani bu hadisda asrning vaqti peshinning vaqtidan qisqa degan mazmun chiqdi deydi. Asrning vaqti peshinninkidan qisqa degan gap chiqdi. Abu Hanifa'ning namoz vaqtini bekitishga shu qarishi bo'yicha tushunsak, bunda to'g'ri chiqdi. Bo'lmasa unda chiqmaydi. Nonkan asrning vaqti peshinninkidan qisqa ekan deb muayyanlashtirdi deydi. Asr bilan namozshamning oraliqi kunduzning 4dan 1gachilik keldi. Endi desak hamda say masalasini qilsak, mislayndan keyin desak ani qisqa. Misl desak, bu asr bilan sham oraliqi peshin bilan asrning oraliqidan jiq chiqdi. Bu bunda bir dalil keltirishimda. Yani Abu Hanifa yani bir tarafdan onda deyish mumkin. İmamati Jibril hadisi bu aşı namoz dastlab farz bo'lgan chaqda Makkada bo'lgan. Keyin Bilal azan to'lab Madinada uzoq o'tdi. Keyin bu mansub qilinib ketgan. Abu Hanifaning yana bir qilsa. Jibrilning o'qigan u vaqt bilganisi mansub qilib ketgan. Yani mushu nuqtada mansub qilib ketgan bo'ladimi? Boshqa nuqtada aslida qolgan bo'lsa-mi? Nima uchun desa, çünkü başka seyyidizlerde men adraka rak'atan min al-asri qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Keldiğimiz şunama şu mazmunda seyyidizler tabi ko'p. Bunda asli bo'lgan ekan, hamda Jibril imom bo'lgan chaqda ikkinchi kun namozning oxir chekini bayon qilgan dedingiz. Ikkinchi kunda mislaynda o'qipadimi asrni? Unda o'nkin hozir mislaynda asrni o'qishdi. Endi asr o'qish bo'lmaydi undan keyin. Kun patgan qadar asrni o'qisangiz vaqti o'qimagan bo'lsangiz degan gap chiqdi mana. Nima mana zikr qildimi? Bu zikr qilishni chiqish yo'li bormi? Yo'q. Kun patgan qadar bir rakat o'qiysiz, ikki rakat o'qiysiz, albatta hisob. Mislayndan keyinmi? Hisob degan bo'ldi. Undan keyin zikr qilgan ekan, Makkada dastlab namoz Isro Mi'raj kechasi namoz farz qilib, islam imom bo'lib qolgan chaqda mislaynda bekitgan. Keyin undan ma'lum tag'rib ash-shams hatta tag'rib ash-shams degan hadisga asosan kun patgan qadar vaqt so'zalgan. Hemen shuni olma demoqchi bu. Mesela İmam Malik'nin sal gayri bir qarışı var. Bu tafsirlarni o'qish uchun siz Bidayatul Mustahidni o'qisangiz. Ashari xil qarashlar shuni chiqadi. Abu Hanifa'nın imamdan ma'lum birinchi kuni Jibrilning imom bo'lgan shu asrni shu bir misli vaqt o'qidi degan misol shu nisqolab ketganda boshlanib javob beraman. Misli o'qigan chaqda mas'ul ketgan. Oxir vaqtida mislayn deganmi ummas qilib ketgan. Hozir oxir vaqtda g'urub shamsidir. Endi dastlab vaqt shu mislayn. Mislaynda boshlanib g'urub shamsiga deymiz deydi. Nima uchun mas'ul qilib ketgan desa, masalan bayatdan biz degan sayyidiz
İkincisi, İmamati Cibril'de ikinci günde esirni birinci günde peşin okuyan çağda okudu. Şuna ama hem de hemmeyle ittifak. Bir vakit ten iki namazdan vakti bulalımda. Mesela misli boğan çağ. Hem peşinin vakti hem esirinin vakti bulalımda bulanmaydı. Hiç bulmasa mı şu? Hazır ihtilaflı şüphe Ebu Hanife, Muhammed, Şafii'nin karşısında İmam Malik deyişi mümkün. Şunda kilip misli boğan çağ saat 2 değil mesela. 2 desek 2-5 minut kalan çağda bu 5 minut peşinin vakti, esirinin vakti deyişi mümkün. Bu bidayet müjdet noktasının bunda gibi çıkışı. Bir yerde İmam Malik bulmadan iken biz hazır hem meydan bir vaqt ikki namoz vaqti bulanmaydi deydigan bo'lgan ekan biz ham ittifoq misli bo'lgan chaq ham peshinni vaqti bulab ham asrni vaqti bulab qoldimi sizning dil qilganingizga asosan desa bu qoldi bu nima deydi olsa yo'q buni tavil qilib birisida boshlagan vaqt deydi mavo nima qilgan vaqtida bunda deb baqir ben keyingi deb qarayman asrni vaqti ya keyingi hadisga asosan ular yo'q o mislang deganima shu chaqada toza shu ubda vaqti avzal va nayt ubda vaqti mislangdan tortib kun sarg'iyib masalan yo patay deb qolgan qadar bu makruh vaqti lekin shu vaqti deb bunda ikkisini jamlab qo'ygan lekin hamda bu masalada imom Abu Hanifaning qarashi dil jihatdan da kuchli unda demasakmi lekin ma biz tarafda aytsak eng put qarash shu nima uchun imom Abu Hanifa asr o'qisang bo'ldi degan chaq boshqa asr o'qisa bo'ldi degan chaq shu masalan mislang bo'lgan chaqda asr o'qidikmi boshqami shu vaqtda dal vaqtida o'qillar deydi lekin avning misli bo'lgan chaqda o'qishni Abu Hanifa yo'q vaqt minut taqir deydi demak avu muxtalafun fi va muttafaqun alayhi va bundan keyin mislay bo'lgan chaqda hammadan voyna hammamiz dil vaqti o'qildi mana deydi bu tarafdan bu xotirjam qarash ijmoan joiz bo'lgan vaqt vaqtda Imom Abu Hanifaga mazkur etgan hozir o'rtadagi mislaydigan vaqt mazkur etgan misli degan vaqt mazkur ketib hozir peshinning kun shunda qayrilishdan tortib mislang qadar peshinning vaqti degan endi o'ttirda deb qolsak masalan o'ttirda bir vaqtlar deb qolsak bu masalan bomdod bilan peshinning oraliqida bir vaqt bor masalan kun chiqqan qadar bomdodning vaqti endi kun nayz bo'yi ko'tarilgan qadar namoz o'qish cheklangan vaqt nayz bo'yi ko'tarilgandan keyin chashga o'qisak bo'ladi masalan ayit namoz o'qiymiz shunda lekin bu oraliq peshin qadar o farz zunda namozning vaqti emas shunga o'xshash endi bir taslim qilgan vaqt bor mishash bo'lsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk tamam ma darsning davomi va kitobni o'qigan kitoblar beshidan iborat o'qitaman ruxsat Bismillahirrahmanirrahim. Kitab salat. As-salatu fi waqti ad-du'a. Qala Allah Ta'ala wa salli alayhim ay ud'u alayhim ud'u lahum. فقال عليه الصلاة والسلام ثم صلت عليكم الملائكة أي دعت لكم فقال الأعشى فصلى على جنبها وابتسم أي دعا ففي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط مخصوصة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة فهي فريدة محكمة يكفر جاهدها ولا يسع تركها ثبتت فرديتها بالكتاب والسنة وإجماع أمته أما الكتاب كقوله تعالى